Geçen vatandaşım 5 gün uda yağmur yağdı geç gündüz. Sel soğuk idi, hazyan bir demde hava illip gitti. Endeki mavzu soğuk doğruşu. Vaksina yalgancılığı, taxtın düşüş, istifa beriş. Çünkü Kompartiya siyasi hakimiyeti tavırnışka başladı. Lınışıp kaldı, yani lınışıp kaldı. Mavzula haber 7. ayının 23. gün Dünya Gazetesi ilan kılındı. Baş makalı süpüde ilan kılındı. Kiyen vermeyet orbiti köçürüldü. Haber bundak başlandı. Birden bir hürmetki sasa var. Deydiğen piyodallarca sözü ibare yakından biri Kompartiya matbuatı da kızgın, münazire, kozgıdı. Kompartiyanın sekreteri Xi Jinping 7. ayının 4. günü memleketlik teşkilat hizmet yığınında Kompartiya merkezinin minisi ve gevdisi çoğun birden bir hürmetke sazavor buluşu lazım degenden keyin Xi Jinping'nin sepleşi Halk Vakillar Kurultayı'nın başlığı diyeceği şu 7. ayının 17. günü ifade bildirip Xi Jinping yadrolığındaki Merkezi Komitetin bir avaz bilen belgelişini ve birden bir hürmetke sazavor buluşunu kapaletke ege kılışımız lazım dep görsetti. Hem ta'kidledi. Xi Jinping'nin katibi Merkezi Komite işhanısının müdiri Deng Xiang, Cemaat Xavfsizligi Ministerligi'nin ministeri Zhao Keji ve bazı yerlik emeldarlar arkadan birden bir hürmetke sazavor deganini çöğredip qalip tapşırıp merkezi hükümetke ifade bildirdi. Birden bir hürmetke sazavor tarih namanın Çin Şuhan hatırlarından kelgen. Birden bir hürmetke sazavor buluş degan bu gap kitap tarixnamenin Çin Şuhan hatırlarından kelgen. Turaklık ibare. Ötmüşte Kompartiyanın söz ibarla muhiti da selbi manada köp işletilgen. Cungo yerlik partiya gezeti şenşiri bu siyasi tüzümde birden bir hürmetke sazavorlikni yolga qo'yishga bolmaydi deb ko'rishdi. Tarixdagi bu hal birden bir hürmetke sazavorligini ta'kidlaydigan mustabid hukmronlikni tanqidlagan. Bundaq hukmronlik Çin Şuhanning halak bo'lishini tezlashtirgan deb ko'rsatgan. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti partiya maktabining o'g'inish gazeti ideyada birden bir hurmatlash bo'lmasligi lozim deb ko'rsatib, ideya ilim sohasida huquqdor bir kishining birden bir o'lcham belgilab berishiga bo'lmaydi deb ko'rsatgan. Aynı çağda gezide birden bir hürmet sazavor deganni o'shunda tanqidlagan. Bugun nemişqa lejan shu birden bir hürmetga sazavor kishi degan gapni ko'tarib chiqdi degan so'zning ma'nosini tushuntiryapti Dünya Gazeti. Xi Jinping o'tganda birden bir hürmetga sazavor deganni tilga olgan va salbiy ma'noda ishlatgan. Marksist o'g'ilganligining 200 yilligini xotirlash yig'inida Xi Jinping sotsialistik tuzumda birden bir hurmatga sazovorlik bo'lmaydi, o'zgarmaydigan yo'l bo'lmaydi deb ko'rsatgan. O'tgan yil 10-oyda o'tkazilgan 19-qurultayda Xi Jinping dunyoda o'xshash siyosiy tuzum bo'lmaydi. Siyasi tüzüm birden bir hürmetke sazavor siyasi tüzüm bo'lmasligi kerak deb ko'rsatgan. Hatta bu so'zni Reis Xi Jinping o'zi salbiy ma'noda ishlatib tanqidlagan. Bugun nemişqa birden bir hurmatga sazavor degan gap o'ttirg'i chiqib qoldi demoqchi bo'lyapti bosh maqoli. Lekin azar Kompartiya birden bir hurmatga sazavor deganni ko'tarib chiqib, suyi iste'mol qilmoqchi bo'lyapti. Bu onun yani partiyanın işçi ve teşhide tehditga duch kelganligini
şendirip berdi. Bunun sebebi şu ki, çünkü birinci, Xi Jinping'in müstabit hakimiyeti misli görülmegen müstabitizmdir. Lekin bu hakimiyet okşaşla Xi Jinping'ni partiya içinde mislisiz yetim halette kaldırdı. İkinci, xuddi Xi Jinping aytgandek Kompartiya 4 türlük sınaqqa, 4 türlük krizisga duch keldi. Partiya içinde ideya jihatda, siyasi jihatda birdek bolmaydigan sadalar ko'tarildi. Hatta partiyanın yuqori darajali qatlamida bölünüş paydo bo'ldi. Bu ahvol Rais Xi Jinping'ning bexatarlik tuyg'usini oshirib o'tdi. Shunga ogohlantirish chiqarishga majbur bo'ldi. Birdan-bir hurmatga sazovarning o'ttiriga qo'yilishi, Xi oilasini qo'g'duvchilarning darhol qo'g'dashga o'tishi, vaqt va fursatning ta'xirsizligi zodi nada? Sual qo'yildi bosh maqolada. Hammaga ma'lum, BDX yig'ini yaqinda ochildi. Mushu yilning 5-dan boshlangan Xi Jinpingning iqtisod siyosati Amerika boshlagan savdo urushining Jungo iqtisodiga keltiradigan ziyonlari Jungo Kompartiyasining ichki qismida intayin ig'ir ansirash paydo qildi. Bo'libmi savdo urushiga nisbatan aytganda inkas qaytirishni haddidan ziyoda kayfiyatlashtirib o'tdi jungoliklar. BDX yig'ini ochilish oldida partiya ichida Jungoning Amerika siyosati nima? Tekshirish talab qilindi. Ya'ni biz jungoliklar Amerika qaratgan siyosatimiz nima? Hozir partiyaning ichki qismida buni tekshirish talab qilindi. Xi Jinping partiya ichida qattiq parchalanishning oldini olishga urinyapti. Lekin partiya ichida ideyada bo'linish bo'lyapti deydi Dunyo gazeti bosh maqolasi.